Bugun 11-noyabr sanasida O'zbekiston Milliy media birlashmasi ofisida Renessans milliy mukofotini o'tkazish masalasiga bag'ishlangan ekspertlar kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mazkur nufuzli mukofotni o'tkazish tartibi, baholash mezonlari hamda tanlov jarayonining shaffofligini ta'minlash masalalari muhokama qilindi. Ekspertlar kengashi tomonidan Renessans milliy mukofoti uchun nomzodlarni baholashning asosiy mezonlari quyidagicha belgilandi. Tanlangan mavzuning ijtimoiy ahamiyati, mavzuning chuqur yoritilganligi, mavzuni taqdim etishning o'ziga xosligi. Dastlabki o'sha loyihalarni ko'rish jarayonida shuni aytishim kerakki, juda ko'p telekanallardan nafaqat bugun Toshkent shahrida faoliyat ko'rsatayotgan markaziy nodavlat strukturadagi telekanallar, balki o'sha hududlarda, viloyatlarda faoliyat ko'rsatayotgan bevosita O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasining tarkibida bo'lgan telekanallar tomonidan ham juda ko'p loyihalar kelib tushganligi bu albatta quvonarli. Va eng qizig'i ular tomonidan kelib tushgan loyihalarning ham tomoshabin bopligi, ya'ni odamlarni o'sha ertalab turganda, ertalabki tongi dasturlarni tomosha qilganimizda mana shu berilayotgan informatsiyadan xalqimiz nimadir olayotganligi, ularning kayfiyatini ko'tarayotganligi, bugungi yangiliklardan xabardor qilinayotganligi bu albatta katta ahamiyatga ega. Ekspertlar kengashi Renessans mukofoti milliy media makonida sog'lom raqobatni kuchaytirish, ijodiy jamoalarning mehnatini e'tirof etish hamda ijtimoiy mas'uliyatni targ'ib etish yo'lida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi.